Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari, eshon YouTube kuzatuvchilari. Biz navbatdagi zakazlarimizni olib kelib egalariga topshirdik. Akfa veranda arka fasonda ko'rishlar mumkin. Juda ham chiroyli chiqdi. Egalariga ma'qul keldi. Xudo xolisa yasalib o'rnatib egalariga topshirib oldik mana. Har bitta orolada bittadan ochilgan. Arka fon bilan ustunlarni o'raganmiz, 06 qalin oynalar solib berganmiz. Penalari to'liq sepilgan, arkalari zazor bo'lib qolmagan. Xudo xolisa juda ham chiroyli holatlarda qo'limizdan kelgancha Alloh qodir qilgancha o'rnatib berdik. Ishlarni ko'rib bahoda bera olasizlar. Juda ham chiroyli holatda bo'lgan. Panorama oyna egasi shu fasonni xohladi. Uyini ko'rishlariga shu fason tushadigan ekan. Yoqtirdi. Pastgacha oyna qilib bering dedi, biz qilib berdik. Qalin oynalar solingan, behijolat, toshtensa ham sinmaydigan oynalardan Xudo xolisa. Yopilish legirovkalarimizga baho beradilar. Juppillab ochib yopiladi Xudo xolisa. Ochasiz, yopasiz, tamom. Zamonlarimiz ham turetskiy qalin ruchkali zamonlardan. Behijolat. Mana orqa tomonlari ham Xudo xolisa oldi bilan bir xil ko'rinishda, penalari to'liq sepilgan, hech qanaqa ocha joyi qolib ketmagan. Issiq sovuq o'tkazmaydi Xudo xolisa. Har bitta orolda bittadan ochilgan mana. Katta bitta ochiladi, o'rtadan 3 ta oralig'imiz. Chekida yorug'imiz, ulardan kichikroq nisbatan. Ochilib yopiladi Xudo xolisa. Petlalarimiz ham Akfa'ning o'zining zavodiy petlalarida. Orqa ko'rinishlari. Chiroyli. Buni bitta ochib ko'ramiz. Xudo xolisa chiroyli ochilib yopilaveradi buni. Shabadalarni aylantirib o'tiradi egasiga Xudo xolisa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, 50 kodi bilan 998 52 raqamlarga murojaat qila olasizlar. Bizda faqat Akfa emas, MDF, yog'och xizmatlarimiz, so'ri xizmatlarimiz ham bor. Kimga qanaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xohlagan turida, xohlagan fasonida so'rilar, yog'ochdan eshikrom, MDF, Akfalardan eshikромlar, verandalar, xohlagan turidan qilib bera olamiz Xudo xolisa. Oynalarimiz ham qalin oynalardan-da. Bemalol murojaat qila olasizlar. Hamisha xizmatinglardamiz. Charchamaylar, kuninglar xayrli o'tsin.